12-qism. Jashinning kasal ahvolini ko'rib, Yuchin ham tezroq ulg'aysa edi deb o'ylardim. Darslari ham yaxshi emas. Uni o'rta maktabda o'qitib qiynalmasammi degan xayollarga borardim. Boshlang'ich maktabni tugatgach, men bilan dalada ishlashga va ball yig'ishga ruxsat bermoqchi edim. Jashin o'zini biroz yaxshi his eta boshlaganida, Yuchinning boshiga ish tushishi xayolimga ham kelmagandi. O'sha kuni tushlikdan keyin Yuchinning maktab direktori, shu bilan birga u hokimning xotini edi. O'sha ayol tug'ruq asnosida juda ko'p qon yo'qotadi. U haqida hatto bir oyog'i go'rda deyishardi odamlar. Yuchinning maktabidagi muallimlar zudlik bilan 5-sinf o'quvchilarini to'plab, qon topshirishlari uchun shifoxonaga olib borishibdi. Direktor uchun qon berishini bilgan o'quvchilar xuddi ta'tilga chiqqandek xursand bo'lishibdi. Hattoki shu yerning o'zida, maktabning bog'chasida qo'lini qon olishlari uchun tutib bergan bolalar ham topilibdi. Maktab hovlisidan chiqishi bilan Yuchin oyoq kiyimini qo'liga olib 4-5 bola bilan shifoxona tomon chopib ketibdi. Shifoxonaga birinchi bo'lib yetib kelgan va boshqa bolalar ham yetib kelganidan keyin hosil qilingan navbatning birinchi qatorida mening o'g'lim turgan ekan. "Men birinchi bo'lib keldim", debdi Yuchin mag'rurlik bilan o'qituvchisiga. Muallim uni bir chetga tortib, qoidalarga bo'ysunish haqida nasihat qilibdi. Yuchin bir chetda turib kutish va qon guruhlarini aniqlash maqsadida ichkariga kirib, bir-birini itarayotgan bolalarni kuzatib turishdan boshqa chorasi qolmabdi. Undan ko'p bolaning qoni tekshirilib qaralganida hech birining qon guruhi to'g'ri kelmagan. Yuchin ularni kuzatib turar ekan, jahli chiqib, oxirga qolib ketishdan va uning qoniga zarurat qolmasligidan siqilibdi. O'qituvchilarning yoniga borib, tortinchoqlik bilan "Ustoz, bilaman, xato qilib qo'ydim. Uzr so'rayman", debdi. O'qituvchilar hech nima demabdi. Qon guruhini tekshirtirish uchun Yuchin yana ikkita bolaning xonaga kirishini kutishga majbur bo'libdi. O'sha payt bir shifokor bo'ynida niqob bilan tug'ruqxonadan chiqib kelibdi va qon tahlillarini qilayotgan yordamchilarga "Qon qani?" deb baqiribdi. Qon tahlilini qilayotgan yordamchi "Hech biri to'g'ri kelmayapti" deb javob beribdi. "Bo'l tezroq", deb baqiribdi shifokor. "Boshqa bolalarni ham chaqir. Kasalning yurak urishi borgan sayin keskinlashib boryapti". Yuchin yana muallimning yoniga borib, "Navbatim yetib kelmadimi?" deb so'rabdi. O'qituvchi Yuchinga qarab qo'lini silkitib, "Qani, ichkariga kir", deb buyuribdi. Yuchinning qon guruhi tahlil qilingandan keyin aynan kerak bo'lgan qon guruhi ekanligini aniqlanibdi. O'g'limning yuzi qizarib, sarmast holatda ekan. Eshikka yugurib borib do'stlariga shunday deb maqtanibdi: "Mening qonim mozishdi, menikini olishadigan bo'lishdi". Qon olinadigan bo'lsa, biroz miqdorda olinadi. Ammo shifoxonadagilar hokimning ayolini qutqaramiz degan maqsadda o'g'limdan to'xtovsiz qon olishibdi. Natijada uning yuzi sap-sariq bo'lib qolibdi. Ammo shunday bo'lsa ham g'ing demabdi. Lablari sarg'aya boshlagach, "Boshim aylanyapti" deya olgan. Xolos. Qon olayotgan odam qon topshirayotganda albatta bosh aylanadi deb uqtiribdi. Yuchin vujudining kuchi yetganidan ham ko'pini bergan. Biroq qon olish xonasiga kirib kelgan shifokor hali ham qon yetmayotganini aytgan. Qon olayotgan tovuq miya o'g'limning tanasidagi deyarli bor qonni tortib olibdi. Yuchinning lablari ko'karib ketibdi. Ammo u odam to'xtamasmish. Boshi shirq etib yoniga osilib qolganidan keyingina qo'rqib ketib shifokorni chaqirib kelibdi. Shifokor o'g'limning ko'ksini eshitib ko'rib, "Yuragi to'xtabdi", debdi. O'g'limga ko'p ham e'tibor bermay, qon olgan odamga qarab baqirib ketibdi: "Sening esing joyidami, ahmoq?" Keyin yana hokimning xotinini qutqarib qolish uchun shifoxonaga qaytib ketibdi. O'sha kuni kech kirganida mehnat qurollarini to'playotgan edim. Qo'shni qishloqdan bir bola chopib kelib qoldi. U Yuchin bilan bir sinfda o'qirdi. Men tomonga qarab chopib kelar va yo'l-yo'lakay baqirardi: "Ho'y, Yuchinning otasi shu yerdami?" Yuragimga g'ulg'ula tushdi. Kech kirgan. O'g'limga biror narsa bo'ldimi deb qo'rqib ketdim. Hali unga javob berib ulgurmasdan o'sha bola: "Onasi-chi? Onasi qayerda?" deb so'rab qoldi. Shosha-pisha unga: "Men otasiman", dedim. Bola burnini qo'li bilan artdi va menga tikilib qoldi. "Ha, to'g'ri, sinfimizga borgan edingiz", dedi. Yuragim qinidan chiqib ketay dedi.
Nihoyat bola maqsadga ko'chdi. Qo'yuvchin o'lyapti, shifoxonada. Birdan ko'z oldim qorong'ilashib ketdi. Nimalar deb valdirayapsan sen bola, deb baqirdim unga. Zudlik bilan shifoxonaga boring, Yuchin o'lyapti, deb gapini takrorladi u. Aql hushim boshimdan uchdi. Qo'limdagi ketmonchani bir chetga uloqtirib, shaharchaga qarab chopdim. Hech ham aqlga sig'maydigan holat. Ertalab maktabga ketgan bola hammasi joyida edi. Endi bo'lsa o'lyapti degan xabar keldi. Shifoxonaga borar ekanman, miyam alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Bir shifokorni ko'rishim bilan to'xtatib so'radim. O'g'lim qani? Shifokor menga qarab kuldi. Men qayerdan bilaman? Buni eshitib o'zimni yo'qotib qo'ydim. Balki adashgan bo'lsa kerak anavi bola degan xayolga bordim. Koshki adashgan bo'lgan edi. O'g'ling jon beryapti. Shifoxonaga bor deyishdi dedim. Shifokor o'girilib ketayotib menga qaradi. O'g'limning ismini so'radi. Ismi nima edi bolaning? Yuchin. Shifokor qo'li bilan yo'lakning oxiridagi xonani ko'rsatdi. O'sha yerdan borib so'rang. Darrov o'sha xona tomon chopib bordim. Ichkarida bir shifokor o'tirib, nimalarnidir yozardi. Uning yoniga yaqinlashar ekanman, yuragim duk-duk urardi. Janob shifokor, bolam tirikmi dedim. U boshini ko'tarib menga qaradi va uzoq tikilib turgandan keyin, "Yuchinni so'rayapsizmi?" dedi. Boshimni irg'ab tasdiqladim. "Nechta o'g'lingiz bor?" dedi u. Oyoqlarim titrar, ular menga bo'ysunmayotgan edi. "Bittagina o'g'lim bor. Sizdan o'tinib so'rayman, uni qutqaring", dedim. Shifokor meni tushunganini bildirib yana so'radi. "Nega bittagina o'g'lingiz bor?" Bunday savolga qanday javob bersa bo'ladi? Bilolmadim. Asabim qo'zidi. "Bolam tirikmi?" deb so'radim undan. Boshini sarak-sarak qilib, "O'ldi", dedi. Oldimda turgan shifokorni ko'rmay qoldim. Miyam ishlamas, boshim aylana boshlagan edi. Faqatgina ko'zimdan oqayotgan yoshni his qila olardim xolos. Biroz o'tib, "O'g'lim qayerda?" deb so'radim. Yuchin kichik bir xonada, bir o'zi, g'ishtdan terilgan o'rinda yotardi. Xonaga kirib borganimda atrofga zulmat cho'kkandi. Yuchinning jonsiz tanasiga ko'zim tushdi. Ustiga onasi tikkan yangi kiyimlarni kiyib olgan edi. O'g'limning ko'zlari yumuq, lablari ham qimtilgan edi. "Yuchin, o'g'lim", dedim yig'lamsirab. Qimirlamayotganini ko'rib, chindan ham o'lganligiga ishondim. Uni quchoqlash uchun yoniga bordim. Biroq tanasi qotib qolgan, muzdek edi. Bugun ertalab maktabga ketar ekan, sog'lom va binoyi edi. Kechki tomon esa tanasi qotib qolgan, qimirlamayapti. Ro'paramdagi tana bolamdan umuman boshqacha edi. Yuchinning yuziga qaradim va nozik qo'lchalarni uqaladim. Haqiqatan ham mana shu yotgan mening bolam edi. Yig'lay boshladim. Shunchalar yig'laganimdan jismoniy tarbiya o'qituvchisi kirib kelganini ham payqamabman. U ham Yuchinni ko'rishi bilan yig'lab yubordi. "Qanaqasiga? Yo'q, ishonmayman", deb takrorlardi u. O'qituvchi yonimga o'tirib, menga qo'shilib yig'lay boshladi. U ham menga o'xshab Yuchinning yuzini silardi. Birozdan keyin men hatto uning qanday jon berganini ham so'ramaganimni angladim. O'qituvchisidan so'radim. U ko'p miqdorda qon topshirgani uchun vafot etganini aytdi. O'sha paytda kimnidir o'ldirib qo'ysam kerak deb o'yladim. O'g'limni o'sha xonada qoldirib, tashqariga chiqdim. Muolaja xonasiga kirib bordim. Kim ekanligini so'rab o'tirmay, birinchi bo'lib oldimga chiqqan shifokorning bo'g'zidan oldim va basharasiga musht tushirdim. Shifokor yerga yiqilib tushdi va yordam berishlarini so'rab baqira boshladi. "O'g'limni o'ldirding", deb baqirdim. Uni tepkilash uchun oyog'imni ko'targanimda kimdir meni orqamdan tutib to'xtatdi. Boshimni u tomonga qaratdim. Bu Yuchinning o'qituvchisi edi. "Meni qo'yib yuboring", deya baqirdim. O'qituvchi "O'zingizni qo'lga oling", deb meni tinchlantirishga urindi. "Uni o'ldiraman", dedim. O'qituvchi meni shunchalar mahkam ushladiki, uni qo'lidan chiqib ketishning iloji yo'q edi. Yig'lagancha, "Siz hamisha Yuchinni yaxshi ko'rgansiz. Iltimos qilaman, meni qo'yib yuboring", deb yolvordim. Muallim meni haliyam qattiq ushlab turardi. Uni tirsagim bilan itarib yubordim. Bu ham foyda bermadi. Bu orada shifokor o'rnidan turib qochib qoldi.
Atrof odamga to'lib ketdi. O'sha olomonda yana ikkita shifokorga ko'zim tushdi. Men yana Yuchining o'qituvchisiga "Meni qo'yib yuboring, iltimos" deb yolvorardim. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi shunchalar baquvvat ediki, biror joyimni qimirlata olmadim. Uni tirsaklarim bilan urishda davom etdim. Biroq mening bu harakatlarim unga pashsha chaqqanchalik ham ta'sir etmadi. Faqatgina ahmoqlik qilib qo'ymang deb nuqul bir gapni takrorlardi. Bir mahal Sonya Tsanga o'xshashim kelgan bir odam kelib qoldi va jismoniy tarbiya o'qituvchisidan meni qo'yib yuborishini so'radi. Keyin Yuchining otasi siz bo'lasizmi dedi. Unga e'tibor ham qilmadim. Muallim qo'limni qo'yib yuborishi bilan shifokorlarga tashlandim. Shifokorlar zudlik bilan u yerdan qochib qolishdi. Bir kishi o'sha Sonya Tsangaga o'xshashim kelgan odamning hokim ekanligini aytib qoldi. Demak, hokim shu ekanda. Uning rafiqasi yashashi uchun mening o'g'limning jonini fido qilishgan edi. Oyog'imni ko'tarib hokimning qorniga tepdim. Yerga yiqilar ekan, og'riqdan ingrab yubordi. Yuchining muallimi meni qaytadan ushlab oldi va "Bu hokim janoblari" deb baqirdi. "Ha, hokim shu. Aynan men o'ldirmoqchi bo'lgan odam shu" dedim men. Yana bir marta tepish uchun oyog'imni ko'targan ham edimki, "Fugui, bu sizmisiz?" deb so'rab qoldi. "Seni o'ldiraman" deb baqirardim tinmay. Hokim o'rnidan turib, "Fugui, bu men, Chunshengman" desa bo'ladimi? Uning gapini eshitib o'zimni yo'qotib qo'ydim. Bir muddat tikilib qoldim va unga qaraganim sari o'sha men tanigan Chunsheng ekanligiga ishonchim komil bo'la boshladi. "Chunsheng, bu senmisan?" deb so'radim. Chunsheng oldinga bir qadam tashladi. Menga yaxshiroq qarab, "Fugui, bu sizsiz-a?" dedi. Chunshengni ko'rish meni tinchlantirgan edi. Ko'zimdan duv-duv yosh oqib, unga "Bo'ying o'sib, sal semiribsan" dedim. Chunshengning ham ko'zlariga yosh keldi. "Fugui, men sizni o'lib ketgan bo'lsangiz kerak deb yurardim" dedi. Boshimni qimirlatib, qutulib qolganimni aytdim. "Siz ham qariya Kuandek jon bergan bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim" dedi u. Qariya Kuanni eslashimiz bilan ikkalamiz ham yosh bolalardek yig'lay boshladik. Bir muddat yig'lagandan keyin "Non topa oldingmi o'shanda?" deb so'radim. "Yo'q" dedi u ko'zlarini artar ekan. "Haliyam esingizdami?" deb so'radi keyin. Non qidirib tashqariga chiqishim bilanoq qo'lga tushdim. "O'sha nonlardan sen ham yedingmi?" deb so'radim undan. "Yedim albatta" dedi kulib. "Men ham yedim." Keyin ikkimiz ham kula boshladik. O'g'lim jon berganini eslagunga qadar kulishdan to'xtamadik. Ko'zlarimni artib, keyin yana yig'lay boshladim. Chunsheng qo'llarimni yelkamga qo'ydi. "Chunsheng" dedim. "Aka, yolg'iz o'g'lim o'ldi." Chunsheng chuqur xo'rsinib, "Bu ko'rgulik qanday qilib aynan sizning o'g'lingizning boshiga tushdi?" deb so'radi. O'g'lim haliyam o'sha kichik xonada yotar. Bunday yukni ko'tarish menga o'ta og'ir edi. Chunshengga o'g'limni ko'rmoqchi ekanligimni aytdim. Endi kimnidir o'ldirish fikridan voz kechgan edim. Chunshengni uchratib qolaman deb hech ham o'ylamagandim. Bir necha qadam tashlagandan keyin ortimga o'girilib Chunshengga "Menga bitta jon qarsan, u dunyoda qaytarasan" dedim. O'sha kecha o'g'limni uyga olib keldim. Yo'lda qo'llarim tolib ketganidan to'xtab dam olardim. Qo'llarim charchaganidan keyin uni yelkamga ortib oldim. Yelkamga olganimda birdan hayajon bosar va yana qo'limga olardim. Undan ko'z uza olmadim. Qishloqqa yaqinlashgan sari qadam bosish qiyinlashaverdi. Jashanga nima deyman? O'zi kasal bo'lsa, Yuchining o'lganini eshitsa bunga bardosh bera olmasligi aniq. Qo'limda Yuchin qishloqqa kiraverishdagi tepalik ustida to'xtadi. Unga qarab yig'lardim. Biroz yig'lagandan keyin bu xabarni Jashanga qanday qilib yetkazish haqida bosh qotira boshladim. Ko'p o'yladim. Hozircha uni xabardor qilmaslik eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak deb o'yladim. Yuchinni yerga qo'yib, uyiga borib ketmonni olib keldim. Qaytib kelib, Yuchinni bag'rimga bosdim. Ota-onam ko'milgan joyga qarab ketdim. O'g'limni tuproqqa topshirishim kerak edi, biroq undan ajrala olmayotgandim. Ota-onamning qabrlari poyiga cho'kdim va Yuchinni bag'rimga bosdim. Uni yerga qo'ya olmayotgandim. Uni asta yelkamga suyadim. Yuzlari ham qotib qolgandi. Xuddi yelkamda bir parcha muz turgandek go'yo. Kechki shamol barglarni to'zg'itar, o'g'limning tanasi qirovdan nam bo'lib ulgurgan edi.
Bugun ertalab maktabga ketayotgandagi holati ko'z oldimda shundoqqina turibdi. U yugurgilab borar ekan. Yelkasiga ilgan maktab sumkasi bir yuqoriga, bir pastga sakrardi. Yuchin endi aqalli bir og'iz so'z ham ayta olmasligini yoki maktabga yalangoyoq chopib bormasligini o'ylash yuragimga tig'dek botardi. Yig'layverib, ko'zimning yoshi qurib qoldi. Kun yorishguncha o'sha yerda tuni bilan o'tirib chiqdim. Uni dafn qilishim kerak edi. Ust boshimni yechdim. Ko'ylagimning qo'llari bilan Yuchinning ko'zlarini yopdim. Qolgan qismi bilan tanasini o'radim. Go'r qazib, bolamni ichiga tushirdim. Keyin ota-onamning qabrlariga qarab, Yuchin keldi. Unga yaxshi qaranglar, tirikligida yetarlicha e'tibor bera olmadim. Mening o'rnimga sizlar qarang, iltimos, dedim. Qabrga qaraganim sari Yuchin ko'zimga yanada kichikroq ko'rindi. 13 yoshlik bolaga hech ham o'xshamasdi. Go'yoki Jashin uni yangi tuqqandek edi. Qo'llarim bilan ustiga tuproq topdim. Kichik toshlarni tuproqdan ajratib chiqdim. Toshchalar tegib unga ozor bermasin deb qo'rqdim. Kun isiganida men ishimni tugatdim. Uyga qarab bir necha qadam tashlagandan keyin ortimga qayrilib qaradim. Kulbamiz ostonasiga yetib borganimda o'g'limni bundan keyin umuman ko'ra olmasligimni tushunib yetdim. Yig'lay boshladim. Jashin eshitib qolmasin deb og'zimni bekitdim va yerga o'tirib oldim. Shu taxlit ancha o'tirgach, dalaga ishlagani borayotgan odamlarning ovozlarini eshitdim. O'shandagina o'rnimdan turib ichkariga kirdim. Fenxia eshik yonida o'tirardi. Ko'zlarini katta ochib menga qaradi. Ukasining vafot etganidan bexabar. Qo'shni qishloqdan kelgan bola menga xabarni yetkazganida Fenxia ham yonimda edi, biroq hech narsa eshita olmagandi. Jashin yotgan joyidan meni chaqirdi. Yoniga bordim. Yuchin jarohat olibdi. Hozir shifoxonada dedim. Jashin gapimga ishongandek bo'ldi. Nima bo'libdi deb so'radi. Men ham bilmayman anig'ini. Sinfda birdan hushidan ketib yiqilib tushibdi. Shifoxonaga olib borishibdi. Shifokor bu kasallik vaqt talab etadi, tuzalib ketadi dedi, deya yolg'onladim. Jashinning chehrasida mahzunlik paydo bo'ldi. Ko'zlaridan yosh oqa boshladi. Charchagandir bolaginam dedi. Men kasal bo'lganimdan beri juda ko'p ishlayapti. Meni deb bo'ldi hammasi. Unday emas deb e'tiroz bildirdim. Charchoq hech kimni bunday kasal qilmaydi. Jashin menga qarab, ko'zlaringiz shishibdi dedi. Boshimni qimirlatib, balki tuni bilan uxlaganim yo'q dedim. Gapni kalta qilib, zudlik bilan tashqariga chiqib ketdim. Yuchin o'lgan edi. Uning jonsiz tanasini biroz avval tuproqqa topshirgan edim. Jashin bilan suhbatimiz davom etganida o'zimni nazorat qila olmay qolishim mumkin edi. Bir muddat kun bo'yi dalada ishlay boshladim. Kech kirgach, Jashinga shaharchaga Yuchinning holidan xabar olib kelish uchun borishimni aytardim. Asta-sekin shaharcha tomonga qarab yura boshlar va qosh qoraygach ortga qaytardim. Qishloqning g'arbiy tomoniga borganimda Yuchinning qabri boshida o'tirardim. Qop-qorong'ida o'lgan o'g'lim bilan gaplashar ekanman. Mayin shabada yuzimga urilardi. So'zlar go'yoki mening tilimdan chiqmayotgandek shamolda sovurilib yo'q bo'lardi. Yarim tungacha o'sha yerda o'tirar, keyin uyga qaytardim. Boshida bir necha kun Jashin uxlamay meni kutib o'tirdi. Eshikdan kirib borishim bilan o'g'limizning ahvolini so'rardi. Haqiqatni undan bekitish uchun turli hikoyalar o'ylab topishga majbur bo'lardim. Bir necha kundan keyin uyga qaytib kelsam, rafiqam uxlab qolibdi. Unga yolg'on gapirish hech narsani hal qilmasligini bilardim, ammo nochor edim. Jashin o'g'limizning ahvoli yaxshi ekanligini bilib tursa bo'lgani. Bir marta kechasi Yuchinning qabriga borib, qaytib keldim va Jashinning yoniga cho'zildim. Uxlab yotibdi deb o'ylasam, kutilmaganda Fugui mening vaqtim bityapti deb qoldi. Yuragim shuv etib ketdi. Yuzlarini siladim. Yonoqlari ho'l edi. Jashin so'zida davom etdi. Fenxiaga yaxshi qarashingiz kerak. Eng ko'p undan xavotirdaman. Jashin Yuchin haqida umuman gapirmadi. Qo'rqib ketdim.
Ertasiga odatdagidek shaharchaga Yuchinni ko'rib kelishga borishimni aytdim. Biroq ayolim meni yo'ldan to'xtatdi. Uni yelkamga olishimni va qishloq atrofida aylantirishimni so'radi. Feyxe onasini yelkamga olishimda yordam berdi. Jashin ozib, barda yengil bo'lib qolgan, suyagi va terisi qolgandi xolos. Tashqariga chiqishimiz bilan g'arb tomonga yurishimni so'radi. Bu Yuchin ko'milgan tomon edi. Xo'p dedim. Ammo oyoqlarim sira o'sha tomonga tortmasdi. Odamni holdan toydiruvchi sayrdan so'ng qishloqning sharqiy tomoniga bordik. Menga yolg'on gapirmang, Yuchin o'lganini bilaman deb pichirladi Jashin. Bu gaplarni aytishi bilan oyoqlarim yurishdan to'xtadi. Titray boshladim. Bo'ynimdan oqib tushayotgan yosh tomchilarni his qilib turardim. Rafiqamning ko'z yoshlari edi bular. Meni Yuchinga olib boring deb iltimos qildi. Uni boshqa alday olmasligimni tushunib yetdim. Jashinni qishloqning g'arbiy tomoniga olib borar ekanman. Qulog'imga shunday pichirladi. Har kecha g'arb tomondan kelganingizni bilaman. Yuchinning o'lganini shundan tushunib yetdim. Yuchinning qabriga yetib borganimizdan so'ng rafiqam uni yerga qo'yishimni so'radi. Ko'z yoshlari sel bo'lib qabrni quchdi. U go'yoki Yuchinning qattiq quchoqlab olgandek ko'rinardi ko'zimga. Azbaroyi holsizlikdan ikkitagina barmog'ini qimillata olardi xolos. Jashinni bu ahvolda ko'rib adoyi tamom bo'ldi. Nafasim bo'g'zimga tiqilib qoldi. Yuchinni ko'mmasligim, Jashin uni so'nggi marta ko'rishiga qo'yib berishim kerak edi. Xotinim kun botguncha shu yerda o'tirdi. Tungi salqin havo kasalligini yanada kuchaytirib yuborishidan qo'rqardim. Uni ko'tarib yelkamga oldim. Jashin qishloqning kiraverish qismiga olib borishimni iltimos qildi. To o'sha yerga yetib olgunimizcha ko'ylagimning yoqasi ho'l bo'lib ketdi. Yuchin maktabga eltuvchi bu so'qmoqdan endi yugura olmaydi, dedi u yig'idan o'zini to'xtata olmay. Yolg'iz oyoq so'qmoqqa tikildim. Shaharchaga buriladigan yo'lga qaradim va o'g'limning yalangoyoq chopib borayotganini ko'rib turardim. Oy shu'lasi xuddi yerga sepilgan tuz misoli so'qmoq uzra yaltirab ko'zga tashlanardi. Keyingi vaqtimni qariya bilan birga o'tkazdim. U va qari hokizni yaxshigina dam olishganidan so'ng omoch taqib dalada yer haydashga tushganida ham u yerdan jilmadim. Daraxt ostida o'tirar, navbatchi askardek ularni kuzatardim. Bir payt dala uzra dehqonlarning ovozlari chor tomonga yoyildi. Eng baland chiqayotgan ovoz qo'shni dalada ikki barsangining bir chelak suvni bir ko'tarishda ichish bo'yicha o'tkazayotgan musobaqasidan quloqqa chalinardi. O'zi belashganda ham bunchalik hayajonga berilmaydigan bir necha yigit ularning atrofida bo'g'zi yirtilguday bo'lib baqir-chaqir qilardi. Bu olov qalbi yoshlardan uzoqda jablon urayotgan Fugui ko'zimga juda yolg'iz bo'lib ko'rindi. Yon tomondagi sug'orilgan maydonda boshiga ro'mol o'rab olgan ikki ayol sholini hollarini olib boshqa tomonga ekishar, men umuman tanimaydigan qaysidir bir odam haqida gap sotishardi. O'sha notanish kishi qishloqdagi eng baquvvat va eng ko'p pul topadigan odam emish. Ayollarning gaplariga qaraganda, u shaharda hamnonlik bilan shug'ullanar ekan. Xotinlardan biri qaddini tikladi. Qo'li bilan yelkasini uqalar ekan, shunday deyotganini eshitdim. Topgan pulining yarmini o'z ayoliga, qolgan yarmini boshqalarning ayollariga sarflar ekan. Shu palada Fugui omochni ular tomonga qarab haydab kelib yaqinlashganida insonlar aslo esdan chiqarmasligi kerak bo'lgan 4 ta qoida bor. Nojoiz so'zni gapirmaslik, nojoiz yotiqda yotmaslik, nojoiz eshikdan kirish va qo'lni begona cho'ntakka siqish dedi. Ularning yonidan o'tib borar ekan, gapida davom etdi. Siz aytayotgan odam ushbu qoidalarning ikkinchisini esdan chiqarib, nojoiz yotoqda uxlabdi. Ayollar kulib yuborishdi. Fuguining yuzida o'zi bilan faxrlanish hissi paydo bo'lganini sezdim. Hokiziga baqirib olganidan so'ng menga qaradi va mening ham kulayotganimni ko'rdi. Bular hayotning o'zgarmas qoidalari ekanligini ta'kidladi. Keyin yana kelib mening yonimga, daraxt soyasiga o'tirib oldi. Undan hikoyasining davomini aytib berishini so'radim. U menga mamnuniyat nigohi bilan boqdi. Xuddiki unga juda katta yaxshilik qilayotgandek yuzimga tikildi. Juda xursand edi. Chunki uning hayoti bilan qiziqayotgan kim bilandir tanishgan edi.
Yochin hayotdan ko'z yumganidan keyin rafiqamning sabri tugab, bunga chiday olmaydi deb o'ylagandim. Shunday damlar ham bo'ldiki, mana endi hammasi tugadi degan xayolga bordim. Ayolim kun bo'yi ko'zi yarim ochiq holatda yotog'ida yotar, hatto nafas olishga ham qiynalardi. Ustiga ustak hech narsa yemasdi. Har ovqat paytida Fenxiya bilan uni o'rnidan turg'izib, ovqat yedirishga urinardik. Kech bo'lmasa, ozgina guruch sho'rva o'tsin tomog'ingdan deb qistardik. Et suyagiga yopishib qolgandi. Uni ko'tarish xuddi bir qushni ko'tarishdek gap edi. Rais uyimizga 2 marta kelib ketdi. Bir safar boshini sarak-sarak qilib chiqib ketar ekan, meni bir chetga tortib, ko'pga bormasa kerak dedi. Yuragim siqildi. Yochin hayotdan ko'z yumganiga 2 hafta bo'lgandi. Endi esa Jashin ko'z oldimda bizni tashlab ketmoqda edi. Birdan oilamizning yarmini yo'qotib qo'ysak, qanday qilib yashardik, bila olmayman. U xuddi bir qozonni ikkiga bo'lishdek gap. Bo'laklar qancha harakat qilmang, bir qozon bo'la olmagandek, biz ham endi bir oila bo'la olmay qolardik. Rais kommunaning shifoxonasiga borishini va Jashinni ko'zdan kechirish uchun shifokor olib kelishini aytdi. U so'zda turadigan odam edi. Kommuna markazidan majlisdan qaytib kelar ekan, rostdan ham o'zi bilan bir shifokorni yetaklab keldi. Shifokor kichik jussali bir odam bo'lib, ko'zoynak taqib olgan ekan. Jashinning kasalligiga qiziqdi. Suyak yemirilishi deb javob berdim. U boshini qimirlatib, Jashinning yurak urishini o'lchash uchun yotoqning yoniga bordi. Yurak urishini o'lchar ekan, Jashinga gapirdi. Birov unga gapirayotganini sezgan rafiqam faqatgina ko'zini ochdi, biroq hech narsa demadi. Shifokor sababini bila olmadi, lekin ayolimning yurak urishini o'lchab bo'lmadi. Doktor bezovtalanib o'rnidan turdi va Jashinning ko'z qovog'ini ko'tarib ichiga qaradi. Keyin bir qo'li bilan bilagidan ushladi. Yurak urishini sezishga harakat qilib ko'rdi. Sanashda qiynalayotgandek boshini ham qimirlatishda davom etdi. Birozdan so'ng o'rnidan turib menga yurak urishi juda zaif, deyarli sezib bo'lmayapti dedi. Birozdan olgach qo'shib qo'ydi. Janozaga tayyorgarlik ko'raversangiz ham bo'ladi. Shifokor bu gapi bilan meni ham o'ldirgan edi. O'sha payt yerga gurs etib yiqilsam kerak deb o'ylagandim. Shifokor bilan birga tashqariga chiqdik. Undan rafiqamning qancha umr qoldi deb so'radim. 1 oydan ko'p emas deb javob berdi u. Bu kasallikka chalinganlar uzoq bardosh qila olmaydilar. O'sha kuni Jashin va qizim uxlab qolishganidan keyin tashqariga chiqib ertalabgacha o'tirib chiqdim. Avvaliga yosh boladek o'ksib yig'ladim. Keyin o'tmishni o'ylab ketdim. O'ylaganim sari ko'proq yig'ladim. Vaqt haqiqatdan ham uchib borayotgandi. Jashin menga turmushga chiqqanidan beri azobda yashadi. Ko'z ochib yumguncha undan ajralib qolish vaqti ham yetib kelgandi. Yig'lab siqtagandan biron foyda yo'qligini bilardim. Bunday paytlarda erkakdek harakat qilib, kuchli va har narsaga tayyor turish kerak bo'ladi. Jashinning hurmatiga yarashadigan janoza tashkil etishga qaror qildim. Rais yaxshi odam edi. Mening qanchalar mahzun bo'lib qolganimni ko'rib, "Fuguyi, xafa bo'lma" deb ovutdi. "Bir kun kelib hammamiz bitta joyga boramiz. Hozir xafa bo'lish payti emas. Oxirgi kunlarida uning ko'nglini olishga urin. Qayerga ko'mishni hal qil. Istagan joyingni tanlashing mumkin." Allaqachon bir qarorga kelgan edim. Raisga Jashin Yochinning yoniga ko'mishimni istayapti. Ikkalasi bir joyda bo'lishi kerak dedim. Bechora Yochinni bir parcha matoga o'rab ko'mgan edim. Jashinning bunday ko'mishiga ko'nglim bo'lmas edi. Qanchalik qashshoq bo'lmaylik, unga bir tobut yasattirishim kerak. Bo'lmasa, o'zim yeb bitiraman. Agar Jashin boshqa birovga turmushga chiqqanida bunchalar qiynalmagan, kasalligini zo'raytirib yuboradigan darajada ko'p mehnat qilishga majbur bo'lmagan bo'larmidi? Qishloqdagi hammaning uyiga borib, qarz so'radim. Pulni ayolimga tobut olish uchun so'rayotganimni aytishim bilan ko'zimga yosh kelardi. Qishloq ahli qashshoq bo'lib, pul topgan taqdirimda ham bitta tobut olishga yetmasligi aniq. Rais bir necha jamoat fondidan to'pladi va nihoyat qo'shni qishloqqa borib duradgor topib keldim. Fenxiya avvalgi onasining o'lishini bilmasdi. Men vaqt topdim deguncha
qo'shni qishloqqa duradgor ishlayotgan joyga borayotganimni sezib qoldi. U yerga borganimda ancha qolib ketar, ovqatlanish uchun uyga qaytib kelishni esdan chiqarardim. Fenxia ba'zida meni olib ketish uchun kelardi. Bir necha marta kelib ketgandan keyin yasalayotgan buyum tobut shakliga kirayotganini payqadi. Ana o'shanda nima bo'layotganini tushundi. Ko'zlarini katta-katta ochib, tinchlikmi degandek qo'llari bilan ishora qilib so'radi. Fenxia bilishi kerak degan xayolga bordim va unga hammasini tushuntirdim. Qizim faqat boshini qimirlatdi xolos. Nima haqida o'ylayotganini bilardim. Qo'llarim yordamida bu tobut onasi uchun ekanligini tushuntirdim. Onang vafot etganidan keyin bu bizga kerak bo'ladi dedim. Fenxia bosh irg'adi. Meni uy tomon yetaklay boshladi. Yetib borganimizdan keyin ham ko'ylagimni tortqilashdan to'xtamadi. Onasiga qo'lini tekkizdi. Rafiqam ko'zlarini ochdi. Keyin mening qo'llarimdan tortib, hali onasi tirik ekanligini ko'rsatishga urindi. Keyin o'ng qo'lini yerga uzatib, bir narsalarni kesayotgandek harakatlar qildi. Shu asno u tobutni unutish kerakligini tushuntirmoqchi bo'lardi. Fenxia hech qachon onam o'ladi deb o'ylamagan va buni unga aytsam ham ishonmagan bo'lardi. Qizimni bunday ahvolda ko'rib, xafa bo'lib ketdim. Unga hech narsani tushuntirib o'tirmadim. Jashin 20 kunlar chamasi o'rnidan sira turmadi. Ba'zida ahvoli yaxshilanib qolar, ba'zida yomonlashayotgandek ko'rinardi. Bir kuni kechasi uning yoniga cho'zilganimda, endi chiroqni o'chiraman deb tursam, Jashin birdan men tomonga uzanib meni o'ziga tortdi. Chiroqni o'chirishimni istamadi. Ovozi xuddi chivinning vizillashiga o'xshash juda zaif edi. Uni yonboshlatib yotqizishimni so'radi. O'sha kuni xotinim menga qarab to'ymadi. Mening ming martalab ismimni aytdi. Fugui, Fugui, Fugui. Menga kulib qarab, ko'zlarini yumdi. Birozdan keyin takror ko'zlarini ochib, Fenxia uxlab qoldimi deb so'radi. Fenxiaga qaradim va uxlayotganini aytdim. So'zlari orasida ancha tin olsa ham, Jashin o'sha kecha to'xtamasdan gapirib chiqdi. Gapiraverib charchab uxlab qoldi. Men esa umuman uxlay olmadim. Tikan ustida yotgandek bezovtalandim. Jashinning ko'rinishi yaxshi edi, biroq bu narsa odamlar ta'biri bilan aytganda o'limdan oldingi oxirgi tirilish degan xayolga ham borardim. Rafiqamning tanasini siladim. Haliyam issiq ekanligini ko'rib tinchlandim. Ertasiga o'rnimdan turganimda Jashin hamon uxlab yotardi. Juda kech uxlagandi. Shu sababli uyg'otgim kelmadi. Dalaga chiqishdan oldin Fenxia bilan biroz guruch sho'rva ichdik. O'sha kuni ishlarimizni ertaroq tugatdik. Uyga qaytib kelganimizda Jashinni yotoqda gavdasini tik tutgan holatda o'tirganini ko'rib hayron bo'lib qoldim. O'zi birovning yordamisiz qaddini rostlab olgandi. Bizning kirib kelganimizni ko'rib astagina Fugui, juda ochqadim. Ozroq guruch sho'rva qaynating iltimos dedi. Ancha payt o'zimga kela olmay, shu turishimda qotib qolibman. Jashin tuzalib ketsa kerak deb o'ylamagandim. Jashin menga ikkinchi marta gapirganida o'zimga keldim. Ko'zimdan yosh tomchiladi. Fenxianing eshitmasligini ham esimdan chiqarib, "Senga rahmat qizim, bunga sen sababchisan. Onangni yurakchangda o'ldirganing yo'q chunki", dedim hayajonlanib. Ishtahasiga joyiga tushganiga qaraganda, Jashin yaqinda tuzalib ketadi. O'tirgan joyida bichish-tikish qiladigan ahvolga kelib qolgandi. Agar shu tarzda davom etadigan bo'lsa, o'rnidan turib o'zi mustaqil yura olsa kerak deb o'yladim. Nihoyat ko'nglim ancha joyiga tushdi. Qalbim huzur topgandi. Ammo endi o'zim kasallanib qoldim. Aslida anchadan beri xasta edim. Biroq Yochining o'limi va uning ortidan Jashinning kasalligi zo'rayishi va o'lim yoqasiga kelib qolishi kasalligim haqida o'ylashga imkon qoldirmagan edi. Jashin shifokorning tashxisiga qarshi borib, tuzalgan bo'lsa-da, mening boshim kundan kunga ko'proq aylanadigan bo'lib borardi. Bu holat guruch nihollarini dalada ko'chatlab ekarkanman. Hushimni yo'qotib, yiqilgunimcha davom etdi. Haqiqatan ham kasal bo'lib qolganim, kimdir meni ko'tarib uyga olib kelgani esimda. Yotib qolganimdan keyin hamma yumush Fenxiaga tushdi. Uning uchun qiyin davr boshlangan edi. To'shakka mixlanib qolgan ota-ona
Foyga har ikkalamizga birdaniga qarashga majbur bo'ldi. Ayni paytning o'zida bal yig'ish uchun dalada mehnat qilishga ham borish kerak bo'lardi. Bir necha kundan keyin qizim charchog'ini yenga olmayotganini tushunib yetdim. Jashinga o'zimni yaxshi his qilayotganimni aytib, dalaga borish uchun kasal tanamni yotoqdan ko'tardim. Meni ko'rgan boshqa dehqonlar hayron bo'lib qarab, "Fugui, sochlaringiz qorda oqarib ketibdi" deyishardi. Allaqachon oqargan edi, dedim men kulib. Avvalroq qora sochlaringiz ham bor edi deyishdi. Bir necha kun ichida qanday qilib hammasi oqarib ulgurdi. O'sha bir necha kun ichida chindan ham ancha qarigan edim. Avvalgi kuchimdan asar ham qolmagandi. Ishlar ekanman, belim va yelkalarim og'riqdan zirqirar. O'zimni biroz urintirsam, butun a'zoyi badanim jiqqa ho'l bo'lib ketardi.